dollar EQNX'da oqidan izlab yurgan akalarimiz uchun 2022-yilda ishlab chiqarilgan 69 ming probeg yurgan ekan mashinamiz. Xo'p, bu full pozitsiyasi ekan. Nomeridan tanigan odamlar bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar kimning mashinasiligini. Xo'p, salonlari ham a'lo holatda turibdi. O'zini halol bosib o'tgan probegi 69 ming kilometr masofani tashkil qilgan ekan. Tonirovka ruxsatlari bor ekan. Mordalari polностью bron plyonka qilingan, shumka qilingan mashina. Umuman kamchiligi yo'q. Olib maza qilmaslar deyapti. Bitta oldi eshik bilan parokchasi, kraskasi bor, boshqa kraskalari yo'q. Buni necha pul bo'ladigan narx ekan? 25 ming deyapmiz, ticha o'tib beramiz. Ha, chiroyli, savdolashib. Ha. Bu propan uстановка qilinmagan, benzinda. Motor hadoylarda ishlari yo'q. Balon zo'r, to'rtta yangi yaxshi baloni bor. Full shumka bo'lgan, oldida broni bor. Tomlarini mona qilib qo'yganman, qoraytirib. Ha, qoraytirib, qalampirlari, tumankalari, polni. Mashina tayyor mingan, o'zim minganligim uchun. Telefon nomerini aytib berasiz? 91 113 47. 113 47, ha?